Yaman so'zlar, g'aybat, suxanchilik qatorliq bu so'zlarning hammasi boshqa vaqtda gunoh, lekin Ramazon oyida ro'zaning savobini qochirib o'tadi. Allah Taala bizni ey bandam aslinga qayt, nafsingni yig', o'zingni chiniqtir, hayotingga yangi bir sahifa och deb bu Ramazon oyini yo'l qo'ygan. Gerçi planımız yaxshi tuzilmagan bo'lsa-mu, eng nachar planmi plansizlikdan yaxshi. Ayrılgılı saq 11 ay bo'lgan mübarek Ramazan oyi yetib kelish oldida turibdi. Qalbimizda ajoyib hayajon bor. Chunki agar biz bu Ramazondan ilgari vafot topgan bo'lsak, ba'zi qarindoshlarimiz bu oyga ulushanmaganga o'xshash, bizim ulushanmagan bo'lsak, nurg'ulg'an gunohlarimizga tövbe qilish fursatidan mahrum bo'lgan bo'ladi. Çünkü bu ay mehribon Allah, kel qo'llarim, tövbe qil, menga duo qil, ibodat qilib ol deb biz uchun nurg'ulg'an bahonalarni qo'ygan ay. O'ylab baqing. Bu oyning ichida bir kechada ibodat qilsak, 1000 oydimi fazilatli bo'lgan kecha bor. Nima uchun Alloh taolo bizga shunday fursatlarni beradi? Alloh taolo bizning tövbe qilishimizni, o'zimizni o'zgartirishimizni umid qiladi. Shuning uchun Alloh taolo bahona qo'ydi. Faloni kunda ibodat qilsang, mancha savob berma. Faloni vaqtda duo qilsang, ijobat qilma. Faloni oyda ibodat qilsang, necha hasilab savob berma deyish orqali Alloh taolo mushu bandam tövbe qilib olsin deb bahona qo'yadi. Ya'ni biz ozroqla tirishsak, Alloh taolo bizga nurg'ulg'an fursatlarni beradi. Alloh taolo bizga bergan eng chong fursatlarning biri bo'lsa, mana bu kelayotgan Ramazon oyi. Chunki Ramazon oyida barakat bor, rahmat bor, mag'firat bor. Kechmish gunohlarimizga tövbe qilish uchun fursat bor. Hayotimizni yangidan boshlash uchun fursatlar bor. Shuning uchun qanchalik gunoh qilgan bo'lmayli, nima ish qilgan bo'lmayli, Alloh rozi bo'lgan qul bo'lay degan odam uchun haqiqiy fursat. Shuning uchun har bir mu'min Ramazon kelganligi uchun qalbida hayajon bo'lishi kerak. Chunki oldimizda nihoyat chong fursat kelyapti. Ammo bu fursatni qo'ldan ketkazib o'tadigan, Ramazondagi savoblardan bizni mahrum qo'yadigan ba'zi ishlar bor. Agar biz bu ishlarga diqqat qilmasak, Ramazondan quruq qo'l chiqib ketamiz. Ro'zani erishganimiz faqat ochliq va ussizlik bo'ladi. Kechira o'qigan namozlarimizdan, Qur'onlarimizdan erishganimiz faqat uyqusizliklar bo'ladi. Xo'sh, undaqda bu ishlar qaysi? Birinchisi, qanday ishlar bilan bo'lgan bo'lsin, o'ch adovatlashib qolgan, yomonlashib qolgan odamlar bilan yarashib o'tishimiz kerak. Ramazon oyiga bir odamga nisbatan o'chmanlik, adovat baholati kirib qolishini qattiq saqlashimiz kerak. Chunki payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom 3 turli kishi bor. Bu kishining o'qigan namozi 5dan bir g'ish ko'tarilmaydi. U 3 kishining biri bo'lsa, ahavani mutasariman, 3 adovatlashib qolgan qarindoshlar deydi. Ya'ni musulmon turib 3 adovatlashib qolgan kishining namozi 5dan bir g'ish ko'tarilmaydi. Shuning uchun Ramazon kirishidan ilgari adovatlashib qolgan, birisi-birimizdan yomon ko'rishib qolgan barliq qarindoshlarimiz bilan ko'rishib, halollik qilaylik, ulardan rozilik so'raylik. Hargizmi qalbimizda ularga o'chmanlik bu holatda Ramazonga kirib qolishdan saqlanaylik. Chunki bu bizning savob holtimizni teshib etadi. Hatto bu 3 adovat Ramazonda Allohning bizning gunohlarimizni kechirim qilishiga to'solg'i bo'ladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom hadisda har dushanba va payshanba osmonning eshiklari eshilib, Alloh taolo shirk keltirgandan boshqa butun bandalarning hammasining gunohini kechirim qilinadi. Illa rajulan kana baynahu va bayna akhihi shahna. Lekin bir odamning gunohini kechirmaydi. U bo'lsa-mu o'zining qarindoshi bilan, ya'ni musulmon qarindoshi bilan orasida adovat bo'lgan kishining gunohini kechirim qilmaydi. Alloh taolo u bandasiga qarata anziru hadayni hatta yastaliha. Bu ikkisiga to'xtanglar. Ya'ni ularning gunohini kechirim qilmay turinglar hatta yastaliha. Hattoki bular yaxshilashguncha deydi. Ya'ni orasidagi munosabat asliga kelsa, Alloh taolo ularning gunohini mag'firat qiladi deydi. Demak, bizning qalbimizda boshqalarni yomon ko'rish va yoki oramizda o'ch adovat va holatda Ramazonga kirish bizni mana shunday cho'ng fursatlardan mahrum qo'yadi. Shunga hammamizning Ramazon kirishini ilgari qiladigan ishimizning birinchisi boshqalar bilan yarashish bo'lsin. Ikkinchisi, Ramazondan ilgariki shaytonning o'yinlariga dasmaylik. Ramazon shaytonlarga nisbatan intayin qayg'uli oy. Chunki bu oyda nurg'ulg'an gunohkor kishilar gunohiga tövbe qilib, hayotiga yangi sahifa ochadi. Bu shaytonni intayin qayg'uga soladi. Ya'ni kelib Alloh taolo bandalarga fursat berish uchun, ularning tövbe qilib olishi uchun shaytonlarga kishan soladi. Shaytonlar bu kishan sababidan harakatlari ostilab ketadi. Ya'ni mang'anmaydi, kishilarni ozdiranmaydi emas, ozdiradi, lekin ilgirkidek kuchi bo'lmaydi. Kuchi ojizlashadi. Xuddi futquli kishan solib qo'ygan odam asta mang'anga o'xshash, ularning harakati ostilaydi. Shuning uchun shaytonlar barliq kuchini Ramazondan burunli qartadi. Ya'ni shaytonlar odamiy shaytonlarga vasvasa qilish orqali Ramazondan burun naqshchilikka o'tkazish va yoki kishilarning ma'naviyatini kiritadigan shunga o'xshagan shahvoniy filmlarni taqitish, rasmlarni taqitish va yoki islomni xunuklaştiradigan oyga chiqmas da'tilashlarni qo'zg'ash orqali odamiy shaytonlarni jonlantiradi. Shuning uchun barliq qarindoshlar shaytonning bu o'yiniga dastlab solmaydi. Ramazondan ilgari har qanday da'talash qilmaydi. Chunki shayton bizni Ramazondan ilgari da'talashga selib qo'yib, bir-birimizga o'ch adovat va holatda Ramazonga kirishga majburlaydi. Bunda holatda Ramazonga kirib qolsak, bizning o'qigan tarovihlarimiz qabul qilinamdi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom la tartafi'u salatuhum fawqa ru'usihim shibran. Ya'ni
o'ch adovat baholatda Ramazonga kirgan kishilarning o'qigan namozi 5dan 1 g'irich ko'tarilmaydi deydi. Ya'ni Allohning huzuriga o'rlamaydi deydi. Shuning uchun shaytonning bu uyulruğu desimayli. Üçüncüden Ramazan ayida tamoqimizni sunnatga uyg'un qilaylik. Esimizda bo'lsin, Ramazan ayi yeb ichish ayi emas, balki nafsimizni yig'ish ayi. Tushda tamoq yemayman, ro'z tutaman deb tushlik tamoqni suhur bilan birga yevasak, bu ro'zaning hikmati nerda qoladi? Ro'zaning hikmatlaridan birisi quruqimizni och qo'yish orqali jigar oshqozonlarimizni tozalash va payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom va sahobalar ochliqdan quruqqa tashlangan holatlarni eslash orqali nafsimizni cheniqtirish. Agar biz suhurda tushlik tamoqimizni qo'shib keplab yevasak, bu hikmatlarga qanday yetalaymiz? Yani ki bu ahval ro'zaning eng chong hikmatlardan bir hikmatga qarama-qarshi keladi. Ro'zaning eng chong hikmatlardan birisi bo'lsa, sumu tasihhu. Ya'ni payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom ro'z tutinglar, sog'lom bo'lasizlar deydi. Qanday ro'z tutsak, Rasululloh ko'rsatgandek ro'z tutsak. Aksicha Rasulullohning sunnatiga xilof holda suhurda 2 vaqt tamoqni birga yevasak, tan sog'lomligimizga intayin ziyonli. Chunki zuhurda keplab yegandan keyin ig'ir bosadi, uyqu bosadi, namozdan keyin uxlaymiz, bu badanga intayin ziyonli. Biz suhurda Rasulullohning yemek ichmak axloqiga uyg'un holda tamoq yegan vaqtimizda ro'zaning sog'lom qilishdan iborat bu hikmatiga yeta olamiz. Shundaqla bu bir oy ichida badanimizga ilib olgan ortiq maylarning hammasini sirib tozalay olamiz. Shuning uchun suhurda jiq tamoq yeb o'lib ketsa shahid degan bu hech qanday asosi bo'lmagan, ham aqlga uyg'un bo'lmagan bu gaplarni asos qilib suhurda ortiq tamoq yeyishdan saqlanaylik. Normalda qanday tamoq yesak, shundaq yeylik. Suhurda Rasulullohning tamoq axloqiga rioya qilaylik. Yani Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam bizge tamak ahlakını öğütüp bir mümin aşkazının 3'nin biriga tamak yeydi, 3'nin biriga su içidi, 3'nin birini nefesini çıkıp boş koydu deydi. Şunun için sünnetke uygun bo'lgan tamak iş usulü bolsa, toygulu az qalganda to'xtaverish. Toygudek iş bolsa bizning dinimizde yaman ko'riladi. Yani makruh, toygandan ortiq iş, yani ten sog'lomlikka ziyon yetkazak, to'yab bo'lgandan keyin yeyish bizning dinimizde haram. Esingizda bo'lsin, toygandan keyin tamak yeyish haram. Siz suhurda toygandan keyin yesangiz bu ibodatga haram aralashtirdingiz degan. Ro'za tutdingiz, ammo yana bir tarafdan ziyon tortdingiz degan gap. Shuning uchun ro'zaning savobini saq olaylik, hikmatiga yetaylik desak, tamoqdimi, ya'ni suhur va iftordimi Rasulullohning sunnatiga amal qilaylik. To'rtinchisi, Ramazon oylarida uyqumizni tartibga solaylik. Ramazon oyida qursoq ichib ketishdan ansirab, harakat qilmaslik, uxlab o'tkazib o'tish bu intayin ziyonli bir ish. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning hayotidagi cho'ng ishlarning hammasi Ramazon oyida yuz bergan. Makka fatisi, undan boshqa nurg'ulgan jihatlar Ramazon oyida yuz bergan. Bir odam men ro'za tutdim deb o'zining xizmatiga sal qarashi yoki xizmat tushunib o'tishi yoki kundalik qilgan ibodatlarni qisib o'tishi bu odamning ro'zaning hikmatini tushunmaganligini ifodalab turadi. Shunga Ramazon oylarida uyqumizni muvofiq kontrol qilishga alohida ahamiyat beraylik. Uyqumizni muvofiq tanlashning birinchi omili bo'lsa, yanala tamoq. Biz tamoqni normal yesak, uyqumizmi normal bo'ladi. Agar tamoqni jiq yeb olsak, ko'p uxlaymiz. Shuning uchun tamoqni oz yeyish, ya'ni sunnatga uyg'un yeyish nihoyat muhim. Shu vaqtda biz uyqumizni texnik tanlashib olib bora olamiz. Shunga Ramazon oylari Qur'onga yetgan kishilar uyqusini 7 soatdan eshib ketmasligiga kafolatlik qilish kerak. 5-dan Ramazon oylarida ig'zimizga qattiq diqqat qilaylik. Moddiy jihatda diqqat qilganga o'xshash ma'naviy jihatda diqqat qilaylik. Chunki biz Ramazonda ro'za tutib, ig'zimizga ehtiyot qilmasak, burunga o'xshash yomon so'zlarni qilsak, bu ro'zaning savobini qochirib o'tadi. Yomon so'zlar, g'aybat, suxanchilik qatorliq bu so'zlarning hammasi boshqa vaqtda gunoh, lekin Ramazon oyida ro'zaning savobini qochirib o'tadi. O'zi gunoh bo'lish bilan birga ro'zaning savobini qochirib o'tadi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom bu haqda ba'zi kishilar borki, ular tutgan ro'zadan faqat erishidigini ochliq va ussizlik bo'ladi. O'qigan namozlardan erishidigini faqat uyqusizlik bo'ladi deydi. Yana bir hadisda Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom qandaq bir odam Ramazon oyida yomon, behuda so'zlarni tashlamasa, Alloh taolo u odamning yemek ichmakni tashlashiga ehtiyoji yo'q deydi. Ya'ni bizning bir narsa yemasligimiz Alloh taologa hech qanday foyda yoki ziyon yetkazmaydi. Faqat Alloh taolo bizni "Ey bandam, aslingga qayt, nafsingni yig', o'zingni chiniqtir, hayotingga yangi bir sahifa och" deb bu Ramazon oyini yo'l qo'ygan. Shuning uchun biz ro'za tutdim deb o'zimizni o'zgartmasak, tilimizni yig'masak, bizning tamoq yemasligimiz, suv ichmasligimizga Allohning hojati yo'q. 6-si, Ramazon oyiga plan bilan kerak. Ya'ni men bu yil Ramazonda manchilik Qur'on o'qiyman. Ya'ni Qur'onni manchi qatim tamom qilaman, paloni kitobni o'qiyman, manchilik tahajjud o'qiyman deganga o'xshagan chuqur plan jadvali bilan kerak. Garchi planimiz yaxshi tuzilmagan bo'lsa-mu, eng nachar planmi plansizlikdan yaxshi. Shunga bu oyga xiyoliy holda kirmay, chuqur plan bilan yuqorqi tayyorliklarning hammasini qilib turib, kurashmagili 11 oy bo'lgan bir suyumlik tuqqunimiz bilan kurashgili qo'pqandek hayajon bilan kerak. Alloh taolo hammamizni bu Ramazon oyidagi barakatdan, rahmatdan va mag'firatdan nisbdor qilsin. Ramazondan quruqol chiqib ketadigan ziyonkor kishilarning qatoridan qilmasin. Qilgan amallarimizni hozirdan boshlab qabul qilsin. Shundaqla bizni Ramazonga sog' salomat kirgani nisib qilsin.